ertalab o'tdi-ku. Videoyim ham yonibdi-ku hozir. Öyle. Yo, barchaga salom do'stlar. Endi Dragons kanalidagi yangi video. Men bugun videom boshladik. Tomosha qilinglar. Men yo'qolib ketdim chunki men mag'lub bo'ldim. Yana kimdi u? Boy ketdi, voy. Boy. Boy aka, qandaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Boy aka, menga ish yo'qmi? Hozircha yo'q. Men bir kalla Bir o'ylab ko'ring, lekin men uyimga borib kelay. borki. Mazza. Yomg'irda basseynda cho'miladigan birinchi odamsiz siz. Endi sal xursand bo'layman-da. O'ling siz xursand bo'lmay. Nima deyapsan? Aka, boy, birga olib chiqasanmi? Bo'ldi aka, jonim kam qoldi. Boy, Undan yo'q tashayman, boy. Boy bo'lsang o'zingga ye. nima deyapsan? Tutmay sandig'imda boy. Ya oltin olmog'i kambag'al hammasini olib qo'yaman. Oma, Olib qo'ydim. oma deyapman, Boy deyapman, bo'ldi aka. Urib tashlayman hozir. Qo'limga. Nima uryapsiz? Bo'lsangiz o'zingga. Militsiya chaqiraman hozir. Shaqisi, shaqo. Alo, 21:12. Olmami o'g'li. Oltin emas, galay o'xshab. Aka, ish yo'qmi? Aniq. Bor uyimni tozalab kel. Siz ishga yo'qmi? Nima deyapsan? Hurmat qilasiz. Ukam bo'lasiz. Ishim Yo, do'stlar, qanaqa? Voy aka, mana sandiq turgan xonangizni ham ana o'qlaymi? yo'q. Men senga ishonaman. Do'stlar. Senga ishonaman. Men bitta narsa esimdan chiqdi. Kecha yegan ovqatini ham bilmay. Nima deyapsan? Esmay qoldi. Hurmat qilaman. Ukamsiz. Bundan masqasdan dedi. Esim tish saatda. 104 Galan sanaq bu. Nimagadir O'g'irlik qil. Oltin iskanmas, men o'g'irlamadim, men boshqa o'g'irlarga o'xshamayman. Ketdim men. Do'stlar, ertaga uyni portlatib o'g'irlik qilamiz. Assalom. Voy aka, menda logika yo'q, nima aytaymi? Men kambag'alman-ku, lekin YouTube'da 200 obunachim bor. Menikini ishtaligim bilasanmi? Qancha? 560 ta. Qattar bo'ling. 200 ta tablet. Qaraylikmi? Просмотр 20 ta uyatibdi-ku, meniki 1000 tadan oshgan-ku videodan. Burran kelib ketasiz, bir joyingizga. Sanmi? Ushaman, boy. Boy bo'lsang o'zingga, O'ldirib tashlayman. Jonim kam qoldi. Biratishga ko'p sakraman. Nima deyapsan? Ukam deyapman. Kambag'al rostmi? Voy aka, xonangiz quloq qo'ydim. Kalib turgan ekan. Osh deyapsan. Yo, boy aka. Boy ekansiz-ku. Osh! Hozir
Uzaman. Urmaysizmi? Yo'q. Qasam iching. Qasam iching voy. Qasam ichsam urmayman mana. Urmayman. Osh. Do'q qasam iching. Rohatda urmayman. Qarang. Faqat bugun urmayman. Bugun urmayman. Keyin. Al do'stlar uyga borib o'zini dam olaylik. Dem o zimmat omadku. Kim bosa? Sempo. 2 ni qo'shib 6 deysan sen. Nima deysan? Eshitib qulaylik eshitib. Demayapman. Do'stlar kech bo'lyapti. Uxlasam. Uxlash kerak. Voy. Turkum o'tdi do'stlar. Boyi bugun uyga bor. Uyni uxlaymiz, ertaga portlatib yuboramiz. Yo'q. Voy, boy aka. Olaysiz? Yaxshi. Uzr urdim. Boy aka, basangizga yetib tushay. Yo'q. Senku. Kasal tegma, baba senga tushma. Kibr ekansiz. Kibr. Kibr. Qo'lda shoba. Toza suvda cho'milman. Irk. Sassiq paybag'i bilan tushgan. Suvga cho'milmayman. Hozir tashimam. Tuqqanimda aytma boy. O'zi 200 ta bilan bor. Ey, Ha, 20 ta prosmotr bilan gapirma. Like'im 3000 like bo'ldi. Like bilan maqtanma, prosmotr gapir. Chicharjanski diski video qo'yasan-ku. Obunachi. Diski video qo'yasan-ku. Axira. Sani videolaring diski emasmi? Yo'q, mani videolarim sigima. Sen diski videoga o'xshamaydi. Qaranglar, qancha mehnatga ketgan. Lekin 2 oy video chiqarmadi. So'ngra bu daloqni. Qaranglar, uyda qaranglar. Voy. Qayoqqa chiqib qoldim? Uxla. Jinnilikni to'xtatamiz. O'sha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir ko'rayotgan hamma narsalarni o'zim qurib chiqqanman. 2 kun, 3 kun vaqtim ketgan. Shu 3 kunlik mehnatim qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, izoh yozib qoldiringlar kommentariyga. Like bosinglar. Qaysi qayerga borasizlar? Telegram kanalimga o'tinglar. Yana Telegram avatar kanalim bor, o'sha o'singlar. Xohlagan avatarkalarni o'zinglar xohlaganda yasab beraman. Video avatarka, kanal avatarka farqi yo'q. Kanalga obuna bo'linglar, videoga qaytamiz. Boy aka, boks tushasizmi nima? Boks? Mayli. Podvalingizda. Suramizmi? Davay ketdik. Davay podvalingizga tushing. Davay yur. Podval. Davay keling. Faqat qo'lda. To'xtang, xohlamas. Brigada 21-o'rinda olganman, Top 10 talikda odamman. Men bitta o'g'ayni yoshlikda o'ldirganman. Yut jonim kamay. Olmos kiyim kiyib o'tirsan-da, aslahangni yech. Sen ham yech. Men kerak aslaha. Yeshasan. Davay. Tush. Davay, ke. Davay, boy bo'lsang o'zingga. Ey jonim, jonim normal, ke. Ke davay, davay. Aql bas. Biz g'irromchimiz do'stlar. Tashima hozir. Uyga qo'shdik do'stlar. Qilish yo'q. Do'stlar qo'shdik. Son. Qilish tiqib qo'yam.
aqlinga masa. Yerda shuni bratishga. Chiqaraman. Ey, eshikni och. Mana qushlar. Qasam iching urmaslikka. Yo'q. Voy aka ish vaqtingiz bo'pti. Nima menga? Musur anna. Ish vaqtingiz bo'pti, chaqiryapti. Ishim qolsa ishga kech qosaman seni o'ldiraman. Ishga keting. O'ta biznesingiz o'ladi. Ketdimi? Menga pul kerak. Uyingizni qo'riqlab turaman. Kambag'aldan 200 topib olaman. Do'stlar hozir bizga o'g'irlaymiz hozir mana shu olmadan. Oltin, izumrud. Do'stlar lof uramiz bunga hozir. Oradan 2 soat o'tdi. Boy aka 2 soat qolib ketdingiz. Nima biznes boshlayapsiz yana? Sandig'imdan ba'zi bir oltinlarni olay, pul kerak bo'lib qoldi. Nimaga? Eshik ochiq. Boy aka to'g'risini aytaymi? To'g'risini aytaymi? Nima? Oltin kam. To'g'risini aytaymi? Ayt. O'g'ri keldi. O'g'ri keldi. Ha. Sen kimsan dedi. Men boyli ana qo'shnisiman, kambag'alman, qo'riqlab turibman dedi. Qoch yo'limdan bir achga dedi. Haqiqlasam aytdi dedimda urushib ketayotganda meni urib yotqizdi. Yana qarang qo'lim shikastlangan, mana qilichim kuchi tugagan. O'g'irlab ketdi shekilli, men hushimdan ketib qolgandim. Senga olmoq qilish tashlab ketish kerak edimda. Aytdim, kambag'alga ishonmadim. Menga nima ishonasiz? Ya? Voq qo'lim. Voy, o'sha joyga uraqsiz. Ha. Qo'rqrab tur, katta biznes kejar. Birorta narsani qolsa, o'zingdan ko'rib ola. Bo'lmasmi, bilatishga. Necha yoshsan? Deyapsan, Necha yoshsiz? Voy aka o'ldirdingiz meni. Vijdonsiz odam ekan. Bu kerak emas. Yo'q, sezmadi. Bitta qilish o'sha teri asli. Orqangdan nimadir ko'rdim-da. Orqaga tutda. Qaytib. Mana Meni rasmimni yo'q, o'zbek zarafligi. Orqasida. men shapkam qani? Shapkam yo'q sizga. Teri botgan shapkamni. Biznesga kelinglar. Oradan 3 soat o'tdi. Do'stlar 3 soat o'tib ketdi, bu hali ham kelmayapti. Biznes ko'payib ketdi, lekin ancha pulim bo'ldi. Biznes yaxshi bo'lyapti. Bu aka o'zi qanaqa biznes boshlagansiz? Shu biznes boshladim. Shu mashinalar ishlab chiqaraman. BMW M5, BMW M6, BMW M8 ishlab chiqaryapman. BMW kompaniyasi bilan hamkorlik qilganmisiz? Mana shuncha olmasdan yarmini berib Do'stlar, o'g'irlamaymiz shekilli. 4ta qism bo'ladi bu. Keyin boyda oldiga o'tib olamizda keyin. ishimga bunday kambag'allarni kiritmaydi. Pulim bor. Etti BMW kompaniyasi BMW Pulim bor lekin BMW nima deyapsiz? 6D bor. BMW S6 bor. Nima deyapsiz? Mening ham pulim bor. Qani? Shuncha yetami hozir tashlab beraman.
Qayerdan topding? Haligi bilmadim, haligi lavani tagida nima bor deb qiziqib ko'rgandim, pul topib oldim. Bo'pti. Bo'pti, qo'shib olaman. Faqat bitta shart bor. Ertaga bitta mashinaga tegmaysan. Hammasi ishlangan, yap-yangi. Mayli, tegmayman. O'zim pulimga sotib olaman. Davay. Bo'ldi, yur. Do'stlar, bugungi video do'stlar, ketdim, men uxlayman. Do'stlar, keyingi qismlar kutib qolinglar. 5 ta qism bo'ladi. 5-qismda boyni og'ziga chak tashlaymiz do'stlar. Ko'ramiz. Hammaga xayr do'stlar. Obuna bo'lib, komment yozib qo'yinglar. Men uxladim.